Oxirgi kunlarda xabarimiz bor, Toshkent shahrida juda ham kuchli qum bo'roni bo'ldi va bu nafas yo'llari allergiyasi bor bemorlarni biroz xavotirga soldi. Aynan mana shunday nafas yo'llari kasalliklari bor bemorlarimiz uchun ajoyib 3 ta lifehack. Birinchisi, o'zingiz istiqomat qiladigan va ko'p bo'ladigan xonalarni kunduz kunlarida yopiq saqlang, ayniqsa eshik derazalarini. Kechki soatlarda esa bemalol shamollatishingiz mumkin, chunki hajm birligidagi chang miqdori kechasi minimal bo'ladi. O'sha xonani tez nam ubolka qilib turishingiz kerak bo'ladi, ya'ni ayniqsa eshik, deraza hamda shkaf va polni. Ikkinchisi, ushbu xonada o'zida chang ushlaydigan material narsalarni saqlamang. Mягкий игрушкаlar, adyala, qalin gilam, paryastiq, qalin parda, shunga o'xshash narsalarni. Uchinchisi va eng asosiysi, aynan nafas yo'llarini, ayniqsa burun tomoqni bir kunda 2-3 mahal iliq suvda, iloji bo'lsa tuzli iliq suvda chayib turing. Bu siz uchun ancha foydali bo'ladi. Buni aynan nafas yo'llari allergiyasi bor bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar yoki saqlanib qo'yinglar. Siz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman.